la. Bomblarni vana qo'yib qurib oldim. Vau, bola, buni qurganimga qaranglar. Ko'rdinglarmi? Uyga qaranglar, biz jamoamiz bilan yangi yilni shu yerda kutib olamiz. Oddiy uyda emas, mana shu uyda. Qaranglar, barcha hello samaslarga furuqcha. Mana buni ko'rib kattaligini. Qaranglar, bu yoqda eshigi bor. Chunki uyda eshik bo'ladi degan eshik. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu yog'i yopiq. Qaranglar. Bu yoqda shapkalar bor. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu qo'li, bu yog'i sharfi, tepasida shapkasi bor. Qaranglar, biz uyga kiramiz. Hop. Ko'ryapsizlarmi? Ya, bu yog'ini buzib yubordim bilmasam. Ularni qo'yamiz bu yoqqa. Qaranglar, uy bombosh ichi. Bu yog'in ikkinchi etajlari bor, uchinchi etaj bor. Menga eng yoqqan qavati bu ikkinchi etaj bo'ldi, chunki ikkinchi etaj normal. Lekin hamma etajlar menga yoqdi, lekin ikkinchi etaj boshqacharoq. Ko'ryapsizlarmi? Endi biz pastga tushishimiz kerak. Men bularning ichini mebellar bilan to'ldirishimiz kerak va buni ichi sovuq. Chunki bu qordan yasalgan, buni isitib, ichini mebellar qildirish kerak. Sovuqda yangi yilni kutib olmaymiz-ku. Qaranglar, bo'lmasa men mebellarni olib kelishga ketdim. Men narsalarni ham olib keldim. Qarang, endi uyni bezatishni boshlaymiz, bolalar. Birinchi uyimiz cho'ta qorong'iga o'xshayaptimi? Bo'lmasa biz bu yoqqa va bu yerga to'rtta burchagiga qo'yib chiqamiz va bitta o'rtasiga qo'yamiz. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa yorug' bo'ldi uyimiz. Endi qaranglar, biza sovqatmasligimiz uchun mana bu chetlarni, mana bunaqa joylarni g'ishtdan qilib chiqamiz. Devorlarni mana bu blokdan qilib chiqamiz. Bo'lmasa qaranglar, biza bitta bularni sindirib qo'yib chiqamiz. Bunda sindirsam tez sindirib yuboradi va hamma yoq sindirib tashlaydi. Shunga kerak emas. Shunga mana bulardan qilamiz. Bolalar, kirka olib kelishni chiqibdi. Hozir men kirka olib kelaman. Kirka olib keldim, mana qo'yib boru zo'rg'a qidirdim, kirkani ham topolmadim. Kirkaga baho beringlar, qaranglar bunaqa. Mana buni sindiramiz endi. Endi buni sindiramiz. Endi sindiraylik, bu qora kirka yaxshi sindiradi. Mana bu apatga yomon tashlaydi. Bularni qo'yib chiqamiz hozir. Men qo'yib chiqguncha obuna va like bosib tashinglar, tir bosib tashlaymiz. Bizning maqsadimiz hozir yangi yilga yaqin qoldi, xabaringlar bor. Yangi yilgacha bizning maqsadimiz 230 ta obunachi. Yangi yildan keyin 300 talarga yaqinlashib qolsak, zo'r bo'lardi. Biz 300 ta va 1000 ta bo'lardik. Shuning uchun to'xtanglar, obunachi ko'p, lekin komment kam, like yo'q. Like bor, lekin 5 ta. Bunaqa qilmaslik kerak. Axir 300 ta pashti 300 taga yaqin podpisчигimiz bor-da, lekin like'lar bunaqa bo'lishi yomon. Bola shuning uchun like, kommentni bosib tashlaylik. Kommentga yozinglar. Hamma kommentga shaxsan o'zim javob berib chiqaman. O'zim. Bitta ham komment qolmaydi javob bermagan komment. Hammasiga javob beraman, bola. Bo'lmasa videoni cho'zib yormayib, men bularni tez qo'yib chiqay bo'lmasa. Va oxirgi blok mana qaranglar, o'sha uyimiz chiroyli bo'lishni boshlayapti. Endi yer sovuq. Yer bu blokdan ham qila olmaymiz, bu blokdan ham qila olmaymiz. To'xtanglar, menga g'oya keldi. Hozir yana bitta blok olib kelayman. Blokni olib keldim. Hozir mana hamda turibdi bloklar. Ko'ryapsizlarmi? Qaranglar. Biz yerni mana bu skinimga moslab qilamiz. Ko'ryapsizlarmi, skinimni oq qora bo'libdi. Chunki bizning jamoamizga mos rangda qilamiz, ya'ni oq qora. Mana bu qorani va mana bu oqni qilamiz. Ko'ryapsizlarmi? Qaranglar. Endi biz mana bu va bu bloklarni olamiz. Mana oldik. Endi biz yerlarni shu blokdan qilib chiqamiz. Ya'ni bu yoq masalan qora bo'lsa, qora va oq. Shunaqa qilib qurib chiqamiz. Bo'lmasa biz furushga ketdik. Va mana bu oxirgi blokni qo'yamiz va uyimiz ham tayyor. Endi bu yoqlarni nima qilamiz? Mana bu blokdan qilamiz-da. Bo'lmasa yana blok qo'yish bilan ishni boshlaymiz. Qo'lim qayishig'mi mana bolalar? Nima balo? Mana bu qaranglar.
Короче, kommentda o'zingizlar xohlagan so'z yozinglar, lekin odob, axloq qoidalariga rioya qilib yozinglar. Men bo'lmasa bloklarni qurishga ketdim. Ayni bolamiz devorni ham qurib oldik. Endi uy baribir yana sovuq. Shuning uchun biz pechkani yasashimiz kerak. Pechkani yasashimiz uchun biz buni qo'yamiz. Buni qo'yamiz. Pechka o'xshirmikan degan savol bor. Xo'p, bu yoqqa mana bu blokni qo'yib, bu yoqqa esa yo'q, adashdik-ku, to'xtanglar. Bu yoqqa buni olib tashlab, buni tepaga chiqish kerak. Yo'q, to'xtanglar, mana buni olib tashlash kerak ekan. Olib tashlab turamiz o'zimizni. Qaranglar endi. Ba'zi nima qoldi-yu. Maqsik bo'lar kerak, bolalar. Biz bu yoqqa qilishimiz kerak. Mayli, blokni o'zini qo'yib yuboramiz-da, keyin bu yoqqa mana buni qo'yamiz. Buni. Bolalar, menga boshqacha g'oya keldi. Mana shunaqa qiladigan g'oya keldi. Bu yoqqa mana shunaqa g'oya keldi. Mana shu qilsak sal kichkinaroq, keyin chiroyliroq turar ekan. Xo'p, endi biz nima qilishimiz kerak? Mana bu inventarni ochamiz va mana bunaqalardan qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana bitlardan chetigimda ilib chiqishimiz kerak bo'ladi bolalar. Mana. Keyin bu yoqqa bitta, keyin bu yoqqa. Bunda ulaymiz, mana va bu yerga va bu yoqqa qo'yamiz, lekin mamga qo'yib olar ekan. Mana qo'ydik. Ko'rdinglar, endi ikkinchi testga chiqish osonroq bo'ladimi? Ha, osonroq bo'ldi. Men bu xalaq beradi deb o'yladim. Xalaq bermadi. Endi qaranglar, mana u ham yaxshi chiqdi. Endi biz stollarni qilishimiz kerak. Birinchi etajda nishonlaymiz, chunki 3-etaj bilan 2-etaj kichkina. Shunga bu yoq ham issiq, bemalol qilsak bo'ladi. Va bu yoqqa katta stol kerak-da bizga, chunki hamma sig'ishi shart. Bu yoqqa qaranglar. Necha kishi keladi? Общий bizani komandadan 4 kishi keladi. Gertemsi keladi. Men o'zim, keyin Kay keladi, keyin Tim keladi. Bo'ldi. Lekin katta dasturxon, katta stol bo'lishi shart. Mana shunday qilamiz-da. Mana buni olamiz-da. Bu yoqqa o'tiradigan stollardan qo'yib chiqishimiz kerak. Mana keyin bu yoqqa, mana bu yerga, mana bunga ulab dumaloq qilib qo'yib chiqsak. Mana. Keyin mana ko'ryapsizlarmi? Zo'r bo'ldi, lekin mana zo'r bo'ldi. Mamutdan da o'tib yuraveradi. Dasturxonga masalan bevacheva bir bolalarni endi sal keyinroq qilamiz. Ujuda yomg'ir yog'yapti. Vay! Bekor yog'yapti. Bo'lmasa biz ikkinchi etajni qilishimiz kerak. Ikkinchi to'xtanglar. Biz tepaga chiqib ketamiz. Mana ikkinchi etaj. Bu yoqdan tutunchi otdi, ya'ni pastda bor. Bu yog'ini ham bezatishimiz kerak, lekin kerakmi bilmayman. Qancha bezatishimiz mayli kerak. Hop, biz 3-etajga chiqdik. Men bunaqa zinalardan qo'yaman dedim. Bu yoqqa, keyin bu yoqqa bitta blok, keyin bu yoqqa bundoq, keyin mana bu yerda yana bitta blok. Hozirchalikka yomg'ir yog'yapti, lekin bayramda mana bu yerda salyut otilganini ko'rib o'tiramiz. Bu yoqqa ham mana bundoq qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bundoq. Bu yoqqa qaranglar. Yangi yil nishonlaganimizni keyingi videoda chiqaraman. Keyingi video mayli likelar kam bo'lgani uchun mayli sizlarga bir 10 ta likedan keyin keyingi videoni chiqaraman. To'xtanglar, biz dam olishimiz kerak. Bo'lmasa biz dam olamiz, ertalab tushib yomg'ir to'xtagandan keyin bemalol quraveramiz. Bo'lmasa biz shuni kutamiz. Mana yomg'ir ham tindi, ertalab ham tushdi demoqchiman, chunki ertalabdan kelib oldim men. Soat 6 dan kelib oldim. Shunga hali yaxshilab ertalab tushmagan. Mana yaxshilab ertalab tushyapti. Qaranglar, eshik yopamiz. Men 2-etaj bilan 3-etajni qilaman-da, keyin sizlarga videosini ko'rsataman, qanaqa chiqqanini ko'rsataman sizlarga. Bo'lmasa, men qilishga ketdim. Men 3-etajni ham hammasini bezatib bo'ldim, ko'rmoqchi bo'lsanglar. Bo'lmasa 1 2 3 to'xtanglar. Like va obunani bosib qo'yinglar va kommentda
o'zinglar xohlagan so'zni yozib qoldiringlar. Bo'lmasa biz 1 2 3 ketdik. Sizlar uyni ham ko'rib olgan bo'lsanglar, bo'lmasa keyingi videoda xayr emas, ko'rishguncha deb qolamiz. Keyingi video yangi yil haqida bo'ladi. Oldindan aytib qo'ydim men video bo'lishini. Bo'lmasa keyingi videoda xayr emas, ko'rishguncha deb qolamiz.